Ertalab soat 7:30da uyg'onaman. Yuz qo'limni yuvib, zavtrak qilib, keyin esa sport ozuqalarimni idishga solib, vitaminlarimni ichib, zalga yo'l olaman. Ketdingmi? Zalga kirib, sport ozuqalarimizni ichib, sekin trenirovkamizni boshlaymiz. Bugun bizda oyoq kuni. Patotlarimiz orasida Ali o'zini shogirdini trenirovka qildiradi. Ali bir nimani ko'rib, shu qarash qildimi, demak hozir nimadir bo'ladi. Shu koptuvda 1000 ta janglar qilib bersangiz 100 mandan. Agar men 1000 ta janglar qila olmasam, 100 man berar ekanman. Trenirovka payti meni maksimalni ishlatdi. 320 kilo oyoqqa ishlayotgan paytda qo'li bilan bosib turib ves qo'shdi. Trenirovkani tugatdi, oyoqlar lanch charchagan. Men esa stadionga yo'l oldim, sport bajarib $100 yutish uchun. Bunaqa charchagan oyoqlarga menda bitta sinalgan zo'r narsa bor. Lashagina sila, oyoqlarga tonus beradigan gel. Oyoqlarimga gelni yaxshilab surib, hamma narsani tayyorlab, sekin janglar qilishni boshlayman. Bu gelni foydali taraflari juda ko'p. Qon aylanishi, oyoqdagi charchoqlar, sport bilan shug'ullanganlar, kuni bo'yi oyoqda yuradiganlar uchun ideal gel. Yengil harakatlar bilan koptoni yerga tushirmasdan janglarni 9 minut 13 soniyada tugatdim. Keyin esa Aliga video otchetni tashlab yubordim. Shu bilan ozgina futbol tomosha qilib, Alidan javob kutdim. Faraga, boyiga surgan gelingizdan bormi? Ma. O, rahmat Faraga. Endi ozgina dam olib, Alidan javob kutaman. Gap yo'q, $100 sizniki. Faqat bitta nazar menga yeting. Qarabda bunaqa oyoq bilan shuncha janglar qila oldingiz. Siri nimada? Buni siri yo'q, ertaga senga bittasi olib kelaman, ishlatib ko'rib, effektini aytasan.